katta minuslar qilganman-da. Hayotda olishdan oldin berishni bilishimiz kerak-da. Mendan yordam kutma, meni yo'q deb hisobla. Bozor puli o'ziga qaytib ketgan. Ota-onamiz qo'li bilan ushlab, ko'zi bilan ko'rgan narsaga ishonadi. Hozir gapirgan gaplarimiz oddiy tuyulishi mumkin, lekin oltinga teng gaplardi. Chunki kimdir nimadir ish qilayotganda oldida yo'l yo'riq ko'rsatadigan inson bo'lmasa qiyin ekanda. Sababi men bu sohani o'rgangan paytimda endi hammada shunaqa bo'lgan-ku. Maqsad pul olish, o'qitish, ketkazib yuborish bo'lganda bizani. O'qiganmiz, o'qigandan keyin o'zi mustaqil ishlashimiz kerak. Qisqa muddat nima desa bo'ladi? Yetmaydi bu sohada. Misol uchun 1 oy, 2 oyda nimadir natijalar qilish imkoni yo'q. Qiyin. Ya'ni noldan. Hatto bilimi bo'lsa 1 oy, 2 oyda ancha-muncha ish qilsa bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim nima? Har bitta gapimizni eshitinglar. Bu sizlardan nimadir tortish yoki sizlardan pul olish maqsadida aytilinmayapti. Shunchaki biza tushgan chuqurlarga tushmaylik. Chunki bizaga bu chuqurlarga tush, bu chuqurlarga tushma. Mana bu yerda bunaqa yo'l, bu yerda bunaqa yo'l, bu yerda yaxshi yo'l, bu yerda yomon yo'l deb aytadigan inson bo'lmaganda, yo'l yo'riq ko'rsatadigan inson bo'lmagan. O'shani hisobiga biz ancha qiylanganmiz. Biz o'zimiz mana shu sohada nima desa bo'ladi? Pantep malaka oshirganmiz-da. O'shaning uchun har bitta aytayotgan narsamiz realist. Shu sohada ketish yo'lida uchraydigan har bitta narsalar bor. Tushunasizlar? Birinchi o'rinda turadigan narsa bitta. O'sha yana aytaman, hozir ham aytaman, bundan keyin ham aytganman, aytaman ham. Qat'iyat, iroda. O'sha qat'iyat, iroda mustahkam bo'lish kerak bo'ldi. Xato qilinglar, qilmaylarmiz, chunki xatolar bizga juda katta plyusni olib keladi. Bizni bozorga berishni bilsanglar, yiqilsanglar, tursanglar, o'sha narsalar sizlarga opit bo'ladi. O'zidan o'zi bo'lib qolmaydi hech narsa. Ko'p yo'qotishlar bo'ladi. Ko'p narsadan kechasizlar. Dam olishdan kechasizlar. Yaxshi yurishdan kechasizlar. Nima desa bo'ladi? Hordiq chiqarishdan kechasizlar. Har xil вечеринkalardan kechasizlar. Maydalashib ketamiz, uni hammasini bilishinglar kerak deb o'ylayman men. Bu prinsipga olib qarasam, sizlar eshitasizlarmi yo'qmi? Qiziq emas. Bu narsa sizlar uchun kerak, men uchun emas. Chunki sizlar sohaga endi kirib kelyapsizlar. Men o'rganadigan narsamni, biladigan narsalarni bilib bo'lganman-da. Ustozlar ham ko'p aytadi-yu, "Sen o'zing harakat qil, mendan olishga bilimni, mendan ko'nikmalarni o'rganib olishga sen harakat qil. Chunki senga kerak bu narsa, menga emas. Sen muhtojsan bu narsaga hozir." O'shaning uchun iloji boricha mustahkam bo'linglar. Endi raqib ko'p deb nimaga aytaman? Raqib bor-da baribir. Biz O'zbekistonda yashaymiz. Qarindosh urug' degan narsa bor, ota-onaning fikri bor. Biz ota-onamiz endi eski insonlar-da, ota-onamiz bizni qo'li bilan ushlab, ko'zi bilan ko'rgan narsaga ishonadi. Bizani soha unaqa emas-ku. Biz maksimalniy natijani ko'rishimiz kerak. Sizlar misol uchun 50 ming dollar topdim desanglar ham hech kim ishonmaydi. Lekin 30-40 minglik mashina minsanglar o'zi ishonadi. Xuddi shunaqa narsa. Natija qilish kerak. Har doim natija gapiradi ham, bundan keyin ham gapirib keladi. Maksimalniy harakat qilish kerak, maksimalniy. Tishga qo'yish kerak, og'riqqa chidash kerak. Inson yutqizar ekan ko'p narsalar undan ketib qolishi mumkin. Juda ko'p narsalar. Hayot qisqa-da. Hayot juda qisqa. Vaqt tez o'tadi. Hozir tushunmasliginglar mumkin. Uni vaqt o'tib nima uchun qilmadim, nima uchun harakat qilmadim? O'ylaylar, mana hozir ishlaysizlar-ku, mana ishlaydi-ku hamma. Kimdir o'zi aslida ko'pchilik birovni qo'lida ishlaydi hozir. Ishga kiradi, ishlaydi oylikka.
birov uchun harakat qilinadi-da u. Kimdir yuksalishi uchun. Inson mehnatiga yarasha daromad topish kerak deb o'ylayman men. Kimdir qo'lda ishlashda unaqa narsa yo'q. Qancha mehnat qilsangiz ham o'sha katta narsa bo'lmaydi. Psixologiya. Maksimalniy harakat qilinglar. Eshitmanglar hech kimni. Maksimalniy harakat qilinglar, irodanglar mustahkam bo'lsin. Maksimalniy harakat qilinglar, ishoninglar. Men xonamda o'tirib yig'lagan kunlarim bo'lgan. Chida olmasdim o'sha og'riqqa. Chida olmagan paytlarim bo'lgan. Chunki insonni xayolidan har xil fikr o'tadi-da. Qilolmasamchi, uddalolmasamchi, bo'lmasachi, xato yo'ldadurman balkim. Tushunasizlarmi? Behuda vaqt ketkazayotgan bo'lsamchi, bu ishni qilishim kerakmikan yoki bu ishni qilishim kerakmikan? O'sha o'zinglar bilan o'zinglarni kurashishinglar bilasizlarmi? Qanaqa og'riqli bo'ladi. Ichinglarda jang bo'ladi. O'zinglar bilan o'zinglar qirpichoq bo'lasizlar. O'sha narsani o'zi ham ancha ezib qo'yadi-da odamni. Aqliy mehnat juda qiyin. Juda qiyin. O'shaning uchun biz harakat qilishimiz kerak. Orqamizda odam ko'p bizga qarab turgan. Endi men o'zi bitta nima desa bo'ladi. Tushunib olsanglar, o'zi to'xtamaysizlar. Umuman to'xtamaysizlar. Faqat asl mohiyatini tushunib olish kerak-da. Mana shu narsa esingizda tursa, har bir sohani, har bir ishni asl mohiyatini tushunib olgan odam hech qachon yutqazmaydi. Asl mohiyatini, ertaga nima bo'lishini, undan keyin nima bo'lishini prinsipiy biladigan odam hech qachon yutqazmaydi. Tushundinglarmi? Rizq Allohdan, harakat qilish kerak. Qat'iyatli irodani mustahkam qilish kerak. Bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Umuman boshqa narsa yo'q. Lekin mana aytolman, harakat qilish kerak deganda ham chin yurakdan harakat qilish kerak. Haqiqiy harakat qilish kerak. Haqiqiy mehnat o'zi uchun odam jon kuydirib ter to'kish kerak. Tushundinglarmi? Pul rol o'ynamasin sizlarni kelajaginglarning oldida. Katta pul bu men uchun bunaqa narsa bo'lmasin. Sizlarning kelajaginglar qanchadir summaga belgilanadigan kelajak emas. Tushunasizlarmi? Bebaho. O'zingiz uchun juda katta baho berishinglar kerak. Katta cho'qqilarni maqsad qilib qo'yishinglar kerak. Juda katta narsalarni maqsad qilib qo'yishinglar kerak. Juda katta narsalar. Qanchadir qism bo'lsa, kelajaginglar ko'rinib tursa, unga yetib olganinglardan keyin bo'ldi. Tormoz. Stop bo'ladi shu bilan. Shuning uchun hammanglarga maslahatim, ishlanglar, irodali bo'linglar. Hech qachon yutqizmanglar. Hozir bilinmaydi yoshlik paytimizda. Vaqt o'tadi-ku. Vaqt o'tib, o'sha katta hayot, haqiqiy pul topish, oilani ta'minlash, ro'zg'or degan narsalar bo'yinga tushgandan keyin ko'rasizlar, tomoshani haqiqiysi boshlanadi. Juda qiyin kelishni boshlaydi o'sha. Shuning uchun o'shanaqa qiyin kelmasligi uchun hozirdan harakat qilish kerak. Hozirdan. Tushunmagan bo'lsanglar qayta ko'ringlar. Obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Sababi bu ko'nikmalarni, bu tafsilotlarni men sizlarni xato qilmasligingiz uchun aytaman. Misol uchun men 3 yilda erishgan natijalarga sizlar 1 yilda, 1,5 yilda erishishingiz uchun aytilyapti bu. Bitta kema to'g'risida gap bor-da, eshitgan bo'lsangiz kerak. Kema buzilib qoladi-da. Kema buzilib qolganda o'sha katta kemani ustasini chaqirishadi. O'sha ustani chaqirgandan keyin aytishadi, kema yurmayapti xullas. O'sha dvigatel motori ishlamayapti deganda, u yoq bu yog'ini aylanib ko'radi. O'sha motor tomoniga o'zini temiri bilan uradi-da. Bitta urgan paytda ishlab ketadi.
bo'ldi xizmat haqqing deganda 20 ming dollarmi 30 ming dollarmi so'raydi. Men ham eshitganman bu narsani kattalardan. Endi nima deysan, bu juda qimmat u, qilgan ishing o'zi arzimagan narsa bo'lsa nima deganing bu deganda, men shu aybini bittada topib, shu tochkasiga urib bittada ishlatish uchun degan 10 yil umrimni sarfladim degan. Tushundinglarmi? Hayotingizda bo'lganmi, bo'lmaganmi bilmayman. Balkim kelajakda bo'lar, balkim bo'lgandir. Balkim yaqin kunlarda bo'lar. Shunaqa oddiy tafsilotlar, oddiy so'zlar bor, juda qimmat turadi. Bir xilga g'azal, qavat kitobli gaplar bor, bir tiyinga qimmat. Oddiy mana bemorni olaylik, bilmaysizlar kasalni. Doktorga olib borib, uni haqiqiy nima desa bo'ladi? Kasalni bilish uchun, nima qilsa tuzalishini bilish uchun hech pul ketsa berasizlar-da. Soha ham shunaqa. Juda qimmat, bebaho gaplar bo'lishi mumkin, tafsilotlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun hurmat qilib eshitinglar, quloqingizga qo'yinglar. Chunki nimaga aytaman? Mana asl sababi katta minuslar qilganman-da. Endi katta minuslar qilganman deganda qanaqa? O'sha ishlab, o'shani o'zini minus qilganman. O'sha bozorning puli o'ziga qaytib ketgan. Ushlab qola olmayapman. O'sha xatolarimni sizlar qilishinglarni xohlamayman. Chunki unaqa psixologiyani men ko'targanman, aka. Hamma ham ko'tara olmasligi mumkin-da. O'shaning uchun bilishligini xohlayman hammani. Misol uchun 10 ming dollar minus qildingizmi, nima sababdan qilganingizni bilasiz, to'g'rimi? O'sha psixologiyani siz ko'tara olasiz. Qolganlar ham 10 ming dollar plus qila oladi, lekin yo'qotib qo'ysa uni hazm qila olmaydi, ko'tara olmaydi udarini. O'shaning uchun hamma bilishini xohlayman. Mana shunaqa ish qilsa xato bo'lar ekan, bunaqa ish qilsa to'g'ri bo'lar ekan. O'sha narsalarni qilishligi kerak emas. Chunki hamma og'riqlarga ham dosh berish qiyin-da. Juda qiyin. Oldindan insonlarni ogohlantirish yaxshi narsa. Balkim buni foydasi bo'lar, balkim bo'lmas. Aytish, ogohlantirish, oldidan o'tib qo'yish burchimiz. Chunki menga shunaqa aytadigan insonlar bo'lmagan atrofimda. Men o'zim shu bozordagi tajribam orqali yig'ib kelganman hamma narsani. Shu sababli ham shunaqa. Misli ko'rilmagan darajada harakat qilinglar, misli ko'rilmagan darajada. Kunlab, haftalab, oylab harakat qilinglar. Chunki sizlar orzu qilayotgan hayot, sizlar ko'zlayotgan maqsadlar juda katta mehnat, juda ko'p og'rig'i evaziga keladi. Masalan, uyqusiz tunlar, sabrli kunlar, ko'p narsadan kecha olish, sabr qilish. Hammani eshitish, lekin o'ziga olmaslik. Hammasi o'sha sizlarni bozorga beradigan to'lovlar hisoblanadi. Vaqt o'tgan sari odam sarflanib boraverar ekanda. Pul o'sha ikkinchi darajali bo'lib qoladi hayotingizda. Asl mohiyatini tushunganingizdan keyin. To'g'ri, har bir inson mehnat qilishidan sabab yaxshi sharoit qilishi, yaxshi narsalarga erishishi. Lekin biz mana ishlarkanmiz. Ishlar o'rgandan keyin inson asl mohiyat unda emasligini tushunar ekanda. Asl mohiyat ota-onani rozi qilish, ularni borligida qadriga yetish, ularni borligida ularga qilib bera olish, eng yaxshilarini, eng yaxshi narsalarni shular bo'lar ekan. Biz o'ylaymiz, bu bundoq, bu bundoq, yo'q, aslida unaqa emas. Vaqt o'tar ekan, inson sinalaveradi, charxlanaveradi. Ko'p insonlarni ko'radi. Prosta biz o'ylayotgan narsalarimiz o'ylaganimizda emas-da. Shuning uchun bozor ham xuddi shunaqa.
bozorda insonni his-tuyg'ulari birinchi o'rinda turadi. O'ylaylar, mana oddiy hayotimizda insonlarning kuchi jismoniy holatiga qarab sinaladi-da. Mana bilagi, bo'yi, basti, energiyasi. Lekin ichidan shunaqa slabiy insonlar bor. Tashqaridan ko'rsanglar uncha-munchasini bizib tashlaydi-da. Lekin ichkaridan u inson juda slabiy, juda. Shu sababli ham ko'plar yengilib qo'yadi. Irodasi mustahkam bo'lgan inson hech qachon yutqizmaydi deb o'ylayman. Endi men o'zim aytayotganchalik emasman u. Shunaqa bo'lishga harakat qilaman. Qat'iyatli, irodasi mustahkam bo'lgan inson yutqizmaydi. Hech qachon yutqizmaydi. Chunki aqliy mehnat katta daromad olib keladi. Eng zo'r komfort olib keladi bizga. Sababi ham shu. Boshqa narsa yo'q. Meni maqsadim bitta. Meni misol uchun konkurentim yo'q, men konkurentim bor deb hisoblamayman. Men har doim xohlayman hamma natija qilsin, erishsin. Haqiqiy mujiklar, mana yaxshi mujiklar, oilam, uyim joyim deydiganlar-da, konkretnis. Oilam, uyim joyim deyaptimi, o'shalar natija qilsa men xursandman. Juda xursand bo'laman. Boshim osmonga yetadi. O'shalar xato qilishini xohlamayman. Xato qilmasin, katta natijalar qilsin. Oilasi uchun hamma kerakli komfortni yaratib bersa bo'ldi. Chunki biz oilamiz uchun geroymiz-da. Ular uchun haqiqiy askarmiz, kuchli insonmiz. Mana kumerim bor, men havas qiladigan inson. Men o'zi odamlar-da, otamlar. Chunki odamlar bizani katta qilish yo'lida hech nimadan uyalmaganlar, hech nimadan qochmaganlar, tonmaganlar. Men har doim odamlarni hurmat qilganman. Odamlarni eshitganman. Men uchun odam geroy. To'g'ri, men odam nima desa bo'ladi, inamarkaga o'tirg'izib qo'ymagan yo katta joylarda o'qitmagan, katta inson bo'lishimga harakat qilmaganlar-ku. Meni otam aytganlar, o'g'lim nima qilmoqchisan deganlarda, shunaqa ota deganimda, bo'ldi qil, men senga yordam bermayman. Mendan yordam kutma. Meni unut. Meni yo'q deb hisobla, qil. Nimaki bo'lsa o'zing hal qilgan ko'chada menga kelma umuman. Chunki bu maqsadlar, bu orzular, bu kelajak saniki. Men sana kelajagingni yoki kim bo'lishingni men hal qilmayman, bolam. O'zing hal qilasan. Deganlarida men birinchi xafa bo'lganman-da. Nimaga men otamga qiziq emasmi? Meni kim bo'lishim yoki qanaqa darajadagi inson bo'lishim, nima qilishim qiziq emasmi deb o'ylaganman. Hozirga kelib men otamlarga ming rahmat deyman. Bu qarzimni uza olmasam ham kerak. Hech narsa bilan uzila olmaydigan qarz bu. Otamni menga qilgan har bir mehnatlarini men dunyoni olib bo'lsa ham uza olmasam kerak. Dunyoni olib bo'lsa ham o'z holimga tashlab qo'yganlari juda katta yutug'im bo'lgan deb o'ylayman. Chunki odamni o'zi qila olishi hech qachon to'xtamasligiga va yutqizmasligiga sabab bo'lar ekanda. Kimdir orqali bo'lsa, kimdirga suyanib qoladi odam baribir. Hech kimga suyanish kerak emas. Hech kimga. Shahzod ishla, qil o'g'lim. Mana biz aralashmaymiz. Nima qilsang qilaver degan narsa bo'lgan. Boshida ishonmaganlar. Chunki boya ham aytdim-ku,
katta insonlar ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan ushlagan narsaga ishonadi. Maksimalniy harakat qilish kerak ota-onani rozi qilish uchun. Maksimalniy. Chunki vaqtlar o'tadi, bu haqiqat, chin narsa. Achchiq haqiqat, ota-ona bizni tark etadi-da. O'sha paytda o'sha qilib bera olmaganimiz, o'sha undan keyin qilishimiz itga ham kerak emas-da. Hech kim kerak emas. Yonimizda shakaldan foydalanadi faqat. Eng zo'ri ota-ona uchun bo'lishi kerak. Chunki bizani katta qilish uchun o'zimdan o'zim chiqib qolmaganman bu darajaga. 18 yil, 17 yil bitta insonni boqib, tarbiya qilib bu darajaga olib chiqish juda qiyin narsa deb o'ylayman. O'zimiz zo'rg'a sudrayapmiz. Bitta insonni dunyoga keltirib, tarbiya qilib, yetuk inson qilib katta qilish u kichkina narsa emas-da. Katta risk u. Bu ham katta risk. Dunyoga kelishimiz bitta sabab, tarbiyalanib bu darajaga chiqishimiz katta bitta sabab.